Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanның davamı. 6. Tün nisbi yulduzluq kecha. Lashkari ishlar dasturi namlıq risolasының jang tadbirlari haqidagi bölgini yozayotgan Mirza Babaqbekning uyqusi keldigandek emas edi. Xubdan namozdan keyinla shira oldiga mukchaygan Mirza Babaqbek ikki tal shamning yo'rqida to'xtamay yozayotdi. U Sultan Saidxon, Sultan Abdurashidxon, Mirza Haydar Ko'ragani, Said Muhammad Mirza, Oyazbek Qushchi, Mirza Fazil Churas, Hindiqush Mirza qatorliq mashhur sarkarlarning jang tadbirlari haqidagi bayonlarini, shundaqla o'z beshidan o'tkazgan janglarda ishlatgan tadbirlarni imkoniyatning boricha tushunishlik, obrazli qilib qog'oz yuziga tushirib U har bir jang tadbirlarini yozayotganda o'zini ashu dahshatlik rahimsiz qirchap sadolari orasida qilish pulanlatib, ot choptirib jang qilayotgandek sezatdi-da. Hayajon ilkida qog'oz yuziga qumush qalamni tez-tez yo'rg'iltatdi. Bu jang tadbirini ishlatganda otliq lashkarlarni qaysi tarafga, piyoda lashkarlarni qaysi tarafga, o'qyachi miltiqliq marganlarni qaysi tarafga o'rlashtirish va yana qanday ishlarga diqqat qilish haqida tafsili to'xtaladi. Bu jang tadbirining dushman tuzgan qaysi jang tadbiriga mos kelmaydiganligini, bundaq ahvol ostida yana qanday tadbirlarni ishlatsa muvofiq keladiganligi, chekinsa qaysi usulda chekinish, hujumga o'tsa qaysi usulda hujumga o'tish haqidagi cho'nqur muloyizalarni qo'shib yozadi. Malika Muhtaram xonimning tavsiyasi bilan tutungan bu ulug' ilmiy emgakka beshidan nurg'un janglarni o'tkazgan, g'albi nusrat sharbetini mag'lubiyatning ochiq g'o'risinimi, o'lim dahshatini tetigan bu ulug' harbiy sarkarda to'lima astoydil muomala qilyotdi. Pakar shira oldida chazani qurib o'tirib, bir necha soat to'xtamay yiziqchilik qilgan Mirza Babaqbekning ballari telib, put-qo'llari uyushib ketgan edi. Ammo kollasida orqam-orqa chaqmoq chaqqan ilhom, tafakkur, muloyizalar, ko'z oldida zahir bo'layotgan ayvatlik urush ko'rinishlari uni to'xtamay qalam tavrtishga majburlaydi. U turibla Peshayvonning uchuq tarafidan yiroq osmon gumbiziga nazar tashlaydi. Oysiz, ammo supsuzuk osmon gumbizidagi tumanlagan yulduzlar Mirza Babaqbekka sho'xlik bilan ko'z qisib charaqlaydi. Go'yo uning bu ulug' ilmiy emgigiga tantana qilayotgandek. Peshayvon oldidagi chaqqangina bog'dan tomuzga, chekatga va allaqandoq hasharotlarning to'xtamay chirildashlari anglab turadi. Go'yo uningga madad berib, naqshi aytib berayotgandek. Izg'irin kechish shamoli uning mag'zini suyatdi. Choch soqollarini yalpitib, g'arg'in vujudiga huzur beg'ishlaydi. Shu asnoda o'yinning ichiga ig'ir bir narsa tushgandek gus qilgan bir mudhish ovoz anglandi. Ammo yashinib qolganligi sababli quliqi eg'irlashib qolgan Mirza Babaqbek tafakkur olamiga asir bo'lganligi uchunmi bu ovozni faqatla anglamadi. Gus qilgan ovoz uda 4 martaba anglandi. Ammo Mirza Babaqbekning quliqiga qumush qalamning qog'ozga surkilishidan chiqqan shirt qilgan yiqimliq ovozdan bo'lak hech qanday ovoz anglanmaydi. O'yli ichiga yuzini beshidagi sallisining pattisi bilan mahkam o'rib bir-biridan baslik 4 gavda sakrab tushgan edi. Pakar shira ustidagi ikki tal sham Peshayvon ostini g'uva yo'rtib turg'ashqimi, o'ylining boqqa yondosh tom tarpiga qorong'ulikning hammasi tiqilib olgandek ko'rinadi. Bu qorong'ulikda yeliqi 4 gavda asta midirlab sham yo'rqiga Mirza Babaqbekning orqa tarafiga yaqinlashmoqda edi. Qaras! Bir tal quruq tamash baslik gavdining oyig'i
oyog'i ostida chaylanib shapi chiqadi. Gerçi bu tolumu aciz shapi bo'lsa-mu, jimjit tun qo'yniga purkangan Mirza Babaqbek qasrda xuddi tivildiboz chalgandek anglandi. Qo'rqib, yurki og'ziq gaplashgan to'rt gavda joyidla butdak qatdi. Mirza Babaqbek bu shapidan beshini ko'tarib, bir necha daqiqa atrofini tingshidi-da, yana shira ustidagi qog'ozga mukchaydi. To'rt gavda yana midirlashga boshladi. Mana orliq bag'ansiri qisqarmoqda edi. 4 qadam, 3 qadam, 2 qadam. Vadariha. Yilqi 4 gavda hech nimadan bexabar tafakkur olamiga g'arq bo'lib, burti xat yozayotgan qog'ozga tigay-tigayla dab qolgan Mirza Babaqbekka xuddi o'ljiq etilgan yirtqich hayvondek chaqmoq tezligida tashlandi. Ulardan ikkisi Mirza Babaqbekning telib uyushib ketgan ikki qo'liga mahkam esildi. Yana biri gajgisidan yiziq shirasiga barliq kuchi bilan bosdi. Mirza Babaqbekning oppoq soqol bosgan inki qog'ozga mahkam niqtaldi. Qerib, mag'durdan ketib qolgan bu bovayning ojiz gavdasi, to'paqdek bu 3 nomardning temir changili ostida qimir qilinmas holatga tushib qoldi. Suiqaschilar, qotillar. Ah, yaratgan Tangrim, rizqi nisibam shunchalik ekanda. Esit, bu risolani yezib tamomlab olgan bo'lsam-chu kashki. Nametler, öldürsen mi bir dakika bolsa mı erkin nefes ağlı koyup öldürmem sen. Mirza Babaqbek xırqırgan peti aran şunul deyildi. Yana bir gavda onun şirayga niqtalgan boyniga soğuq yaltırab turgan xanjarni gatchidi sanjidi. Şu haman üzülgen boyun tomiridan jirtildab qon etilib chiqdi. Şu haman üzülgen boyun tomiridan jirtildab qon etilib chiqdi. Mirza Babaqbek yana bir eg'iz ichib bo'g'icha xanjar ikkinchi qitim sanjildi. Mirza Babaqbek texi yezib tamomlashga ulgurmagan lashkariy ishlar dasturining batlari qip-qizil qonga bo'yaldi. Qotillar uni jon talishib tipirlashqami yo'l qo'ymay, beshidan bir haza besib turgandan keyin jon taslim qilganligiga to'liq ishonch qildi-da, qandoq shapsiz paydo bo'lgan bo'lsa, shundoq shapsiz g'oyib bo'lishdi. Mirza Babaqbek bo'lsa, xuddi uxlab qolgandek shiraga beshini qo'ygunicha jimjit yotadi. Dal shu daqiqada Qashqar Bashkiramdagi Abdusopur boyning qorosiga maxfiy yig'ilishgan 200 dan ortiq muridil hidoyatchilarga Mo'la Naqi xalifa og'zidan ko'pik chashrab nutq so'zlayotdi. Ey ahli sulukdagi yoranlar, ey janobi Qutbul Ahtobi, 18 ming olamni nur ziyoga purkuguvchi piri buzrukimiz Abba hojimiz Sultanul Muvaqiqinning sadoqatman ummatlari necha yildan beri Dahri sulki Ismoilxon, qora musulmon sulki Isoqiyachilarning beshimizga shiltigan ajal qilichi bo'lib, besyor zulm sitamlarni soldi. Janobi Abba hoja Valiyullah pir azmimizni Saidiya tasarrufidan saltanat suri bilan qo'g'lab chiqarib, bizlar kim ahli suluk ummatlarini ishon hojimizning optopdak nuroni jamolini ko'rishdin. Hazreti Payg'ambar Rasulullahninkidek yiqimliq ovozni anglashdin. Jarri sama zikri suhbatlarga mushtaq bo'lishdan mahrum qildirib, yurak bag'rimizni xun ayladi. Bunimi az görüp Janobi İşan bozurkimiz başlap bergen Cerru Sama sorunlarımızı takip kıldı. Şu sebepten İşan pirimizning mübarek payı qadamları tekken mukaddes xanıqa, tünek xanlarımız, mazar tavapgahlarımız çöllerep kaldı. Dahri Sultan İsmoilxonning zulmidan qutulishni, pir buzurgimizning muborak nuron jamolini qayta ko'rishni tilab, ko'z yoshlarimizni quritdik. Bizlar kim muridil hidoyatchilarning talab orzularimizdan ko'ra Janobi ishon pirimizning talab orzulari
Haqqi Allah'ның dərgahıga yetib, Canabi Allah'ның inayeti bilan yaqı yurtlardagi xon sultonlar İşan Pirimizga besyar hürmet ihtiramlarda bo'libdi. Hatta İşan Pirimizning kashfu karomatlarini ko'rgan butparastlarning xo'jisimi Pirimizning oyog'iga yiqilib, etaklarini suyib, gunohlarini tilab, qo'l berib murid bo'pti. Piri buzurgimiz Zotil Ahtob xalifamiz Molla Soqiy Hazratdan shundaq bir xush xabar yetkizdiki, Patiqinda İşan Pirimizga qo'l berib irodat qilgan, saodatman ahli suluk yo'lini tutgan Lakming Uyrat lashkari Saidiya ziminiga bostirib kelib, Dahri Sultan İsmail xonni yo'qitib, Saidiya taxtida İşan Pirimizni xon qilib tikilgudak. Ey yaranlar, ey muritil hidoyatchi g'ozilar, g'aflat uyqunglarni ichinglar, yotgan bo'lsanglar darhol qopinglar, qopgan bo'lsanglar darhol menginglar. Piri buzurgimizning nusrat g'alabasi uchun butkul Saidiya tasarrufini qor musulmon, ozmi suluki soqiyachilarning, Dahri munofiqlarning fosiq oyog'idan tozalash uchun harakatlaninglar. Janobi Pir buzurgimiz yana shundoq deb va'da qasamlarni qilibdiki, Kimarsiki Mo'g'ul lashkarlariga hamdamchi bo'lib, Dahri Sultan İsmail xon lashkarlarining boshlarini tinidan judo qilib, soyning teshidek yotqizib o'tdi ekan, ul murtil hidoyatchi Zotil Ahtobliq maqomiga yetkay va boqiy olamda 8 jannatdagi maishatlardan huzur halovat surgay. Agar kimarsiki qo'rqinchoqlik qilib, Piri buzurgning farmoniga bo'yin tovliq qilsa, Mo'g'ul baglarining lashkarlariga hamdamda bo'lmay, Dahri xon lashkarlariga yordamchi bo'lsa, shu hamon tini par bo'lib, o'zini vaylun do'zaxda ko'gay. Ot-bo'g'larini do'zaxga so'rab kirgay. 70 avlodigacha behush yuzi ko'migay. Qani, ey yaronlar, Pir buzurgimizning nusibat omadlari uchun, saodatman ahli sulkimiz uchun Janobi xo'jimiz tezrak İşan podshoh bo'lib, shafaat taxtida o'tirib, bul qarg'ish tekkan ziminni saxovat ziyosiga purkishi uchun duo qo'l ko'tarayli. Shu hamon necha yuzlagan muritil hidoyatchilar amin, amin deb duo qo'l ko'tarishdi. Ularning asabiylarcha go'ngrashlaridan Abdusupur boyning qo'rosi tavrab ketdi. 7. Miladiya 1678-yili qo'g'in pishqi. Chınqı tushdagi kuyuk oftobda xilla silkib qolgan Oqsu shahrining ko'cha rastalari quyoshning g'arbga qiysiyishiga ergishib, yana qaytadan jonlanishga boshlagan edi. Odamlar qo'zi tushdan boshlab issiq chidamay uylariga, dal-daraxtlarning soyasiga bekinib olganligi uchun do'kon yoymalardagi soyvan ostida mugdishib, chivin qo'rib o'tirgan savdogarlar, do'kondorlar, tijoratchi, o'pigarlar, hunarvan kosiblar havoning salqinlashishiga ergishib, bir-birlab paydo bo'lgan odamlarni ko'rib, ko'zlarini uvlab etishib, mollariga bor ovozi bilan xaridor chaqirishyotdi. Do'g'chilar, baqqallarning savdosi to'limi chap-chap edi. Olıqayoqlardan at choptirib, qo'dirdagi darilarini pulanglatqanicha sharob ichib ko'chaga chiqib olgan mastlarni, nashinni bo'ldi degicha chekib, egiz past dastlab yurgan bangilarni va yuzini ichib olgan ayollarni adablab surhayvi ko'rsatayotgan do'rg'alarni hisobga olmaganda, Oqsu shahridagi qaynam toshqinlik hayot kundagiga o'xshash bir xil davomlashmoqda edi. Başlarına acayip dəhşətlik bir mudhiş bala qazanın bastırıb keliyotganligidan xabarsiz aq ko'ngil, mərd Abucan Aqsu xalqi to'limi g'amsiz holda o'z tirikchiligi bilan mashg'ul edi. Qash qaraygan mahalda Aqsu shahrining g'arbidan osmon palak quyuq chang to'zon ko'tarildi. Shahar sepili ustidagi lashkarlar bo'ron chiqqan o'xshaydi deyishdi-da, ortiqcha shubhalanmadi.
Шу дақиқада дәшшәтлік қар боран Ақсу шәһригә һәммә немені ялмап өтүдіған, ұшырғанлығы нәрсіне вайран қылып өтүдіған әлпазда бастырып келіп ататты. Содлықыны пүттіріп алған дехқанлар, чар базарчылар, hojatmanlar, ishlamchi madkorlar uy qo'nalg'ularga jo'nash uchun shahar darvozasidan odrash sirtqa iqiyotdi. Mushu daqiqada Oqsu shahrining noib amiridan tortib, oddiy xalqqicha, qalandar darvishlardan tortib, yetim yesir musofirlargacha, atki bejirmoqchi bo'lgan yurtdorchilik ishlari va turmush halakchiligini hisobga olmaganda to'liq g'amsiz edi. Көз бағланған мәхәлдә Ақсу шәһәр сепілге йықыллап қалған, осман пәләк топ-туман тозытып келіп атқан қар боран бірділла сан-салақсыз отлық ләшкерләге айланды. Еліқи топчаңла ашу түмәнлеген жаң отларының тояқлардан көтірілген еді. Бұны әң дәстәпті байқаған сепіл үстілікі ләшкерлер әйран әс қылышты. Мудиш әжәл вәхимесі бүткіл вүжудыны соғық тәрләтті. Tuyuqsiz esini yıqqan qaravullar beşi birdilla vahim bilan vaqirab ketdi. Sarkardagi xabar qilinglar, shaharga yog'i bostirib keldi. Shu hamon lashkarlar esini yig'ishdi. Qilish nayza o'qiya miltiqlarini ilib, sepil ustida yugurishdi. Qora targa cho'milgan lashkarlar vahima ilkida vaqirishadi. Sepilning darvozasini taqanglar. Amir lashkarlarga xabar yetkazinglar. Hamdamchi lashkarlar sepil ustiga tezroq chiqsa bo'ladi. Shahardagi ra'iyatni xabarlantirayli. Shu daqiqada Xo'ja Hidoyatulloh Eshon boshlab kelgan Jung'ar aqsuyaklarining kattasi G'aldan Böshk To'xon boshchiligidagi 120 ming otliq lashkar xuddi yugansiz kalkundak taqashqa ulgurmagan shahar darvosidan qir chop sadolari ilkida bostirib kirdida bir osh beshimga yetmagan qisqa vaqt ichida bu dahshatli qirg'inchilikning bosh oxirini bilib yovga taqobil turishga ulgurmagan Oqsu shahridagi Saidiya lashkarlarining ko'p qismi qirilib, oz bir qismi qechib, bir qismi asirga tushgan edi. Xo'ja Hidoyatulloh Eshon bilan G'aldan Böshk To'xon Oqsu amrining ordisiga bostirib kirganda, xotin bola chaqalari bilan bir qism amirlarini va mingga yaqin xos nökirni agashtirib, qechib chiqqan Oqsu amri Qashqarga qarab ular tirilishga qarmay qechib ketyotdi. Beşinin çoqısıga bir tal, iki yeniga iki tal kukula çaş qoyup, qolgan qismini tamamı tushirib etgan. İki g'irish uzunluqdagi kukula chechini o'rib olgan, yong'oqdak cho'ngluqdagi qimmatbaho toshlardan bo'yniga liq keltirib esib olgan. Mo'ng'ulcha to'nining ustiga beli qasirqi shakldagi mis daldilg'uch kiyib olgan G'aldan Böshk To'xon g'alba tantanisidan terisiga sig'mayli qolgan edi. Panah burunning ikki tarafida to'mpiyib chiqqan, hozirla qon tapchirab chiqqudek qip-qizil mangzi ustidagi qiysiq o'ri ko'zlari bir daryo qonni ichishga tayyor turgan yirtqich maxluqning ko'zidek surlik poqiraydi. Shu asnoda bir-birlab salomga kirgan sarkardilar uning oldiga kelib mo'g'li tizlandida Oqsu shahrining barliq darvozalarini sepil qo'qtilarini butunlay egilab bo'lganligini, o'zlariga qarshi tig'ib ko'targudek bir lashkar qammaganligini ma'lum qilishdi. Tun yerimgacha har kimning olgan o'ljisi o'ziga ta'alluq, dedi G'aldan Böshk To'xon sarkarlarga qarab. Tun nisbidan o'tganda bir tuman lashkar Oqsuni qo'g'dab qoladi. Qolganlar Qashqarga qarab atlanadi. Lashkari buyruqqa xiloflik qiluvchilarning kallasi elinadi. Shu asnoda Xo'ja Hidoyatulloh Eshon qishida qo'l bog'lab turgan tarjimonga oldirashdan iltijo qildi. G'aldan xo'jamga aytsizlar, Bahodir sarkarlar chiqib ketmay tursin, ikki qiz talpim bor edi. Beshiga kigiz malxay, uchisiga mo'ng'ulcha to'n kiyib olgan Uyg'ur tarjimon G'aldan Böshk To'xonning oldiga berib tez cho'kdi-da Hidoyatulloh Eshonning so'zlarini yetkazdi. "Appoq xo'jaga ayt, gapini qisqa qilsin", dedi G'aldan Eshonga qarabmi qo'ymay. Tarjimon buyruqni Eshonga tarjima qilib berdi. Eshon darhol tarjimonning yeniga tizlandi-da G'aldanga qarab so'zlashga boshladi.
Adlu adolatning zulfiqari, 18 ming olamdagi bahodirlarning bahodiri, saodatman ahli ishqiya sulkining buyuk homiysi, Shavkatlik Beshktuxon xo'jamga yetib ma'lum bo'lg'ayki, Dahri Sultan İsmailxon ilgari Aqsuda uzun mezgil amir bo'lib turg'ashqa, bu shaharda uning sadoqatman yoralari noyitimi ko'pdir. Gerçi Shavkatlik Beshktuxon xo'jamning lakming bahodir lashkari bu shaharni bir osh peshin vaqtida fatih qilib nusrat qozongan bo'lsa-mu, Dahri Ismoilxonning ashu munofiq, johil murid yoralari texcha hayotdir. Agar Ostonni fatih qilib, Saidiya tasarrufini ilkimizga olamiz deydiganmiz, orqa sepimiz bo'lgan Aqsu shahrini mustahkam saqlashimiz shart. Bunun uchun Dahri Sultan İsmailxonning ul, sadoqatman, johil, gadankash puhralarini tamomiy qirib tashlamoqimiz lozim. Unda qilmaydiganmiz, ular Dahri Sultan İsmailxon bilan osonli birlashib olib, aldı arqamızdan hujumga o'tidi-da, Ostonni fatih qilmoqimiz to'liq qiyinga tushidi. Buningdan 8 yil burun Shahzada Yo'lbosxon bilan Aqsuda jazo yurish qilgan Xo'ja Hidoyatullo Eshon Aqsu lashkarlaridan qattiq yengilib, sharmandalarcha qochqinni texchilar esidan chiqarmagan edi. U keyingi vaqtlarda o'zining urg'i qolgan lolma itdak bechora taqdir qismatga tushib qolishini butunlay oshu qitimqi mag'lubiyatidan ko'radi. Shunga u Aqsu diyoriga Bahadur Aqsu xalqiga tish tirnog'igacha o'sh edi. U Iran Qaburg'adin G'oldonni lashkarlari bilan Saidiya tasarrufiga boshlab yo'lga chiqqanda, bu o'chini ilish uchun Aqsuni qonga bo'yashga qasam ichgan edi. Shunga hozir o'ch etish fursatini qo'ldan berib qo'ymaslik uchun begunoh Aqsu xalqini qatliam qilish haqida G'oldonni quturtiyotdi. Gerçi şu tapda G'oldan Beshktuxon Hidoyatullo Eshonning qora yuragidagi mudish shumliqni faqatli bilmasimi, ko'rsatgan sabablarini to'liq o'rinli his qildi-da, sarkarlarga tun nisbigacha Aqsu shahrida yana bir qitim qatliam yurgizishga farmon berdi. Tun nisbidan oshganda G'oldan Beshktuxon Aqsu shahrini saqlashga bir tuman otliq lashkarni qoldirib, Hidoyatullo Eshonning yo'l boshlashida Lavu lashkarlarini agashtirib, kechalab Qashqarga qarab yo'lga chiqdi. Bu qitimqi qirg'inchilikda bo'ysunmas bahodir Aqsu erkaklari qo'llarida tuzugrak tömürning sunuqi bo'lmasimi, 5 mingdan ortiq dushmanga ajal sharofi ishtirishga muvaffaq bo'lgan edi.